Hammaga salom, bugun soqolda fade qilamiz. Birinchi bo'lib, soqolda kerak emas bo'lgan massani mashinkani olti nasotkasi bilan massani olib chiqamiz. Mashinkani tishini soqolni o'sish yo'nalishi bo'yicha olib chiqamiz. Keyin esa 4,5 nasotka bilan ochiq tishi bilan uzunligini olib chiqamiz. Va sekin-sekin tishni yopib tepaga olib chiqib olamiz. Ortiqcha massa va uzunlikni olganimizdan keyin bemalol biza guide liniyamizni qo'ysak bo'ladi. Guide liniyadan keyin albatta bizga shaver kerak bo'ladi. Hozir 3 mm nasotka ochiq tish bilan birga. Va shu tarzda tishni sekin yopgan holda tepaga qarab yo'nalamiz. Keyin esa 1,5 mm nasotka bilan ochiq tish va xuddi shunday ochiqdan yopiqqa qarab harakatlanamiz. Endi esa bizga nasotka kerak emas, faqatgina ochiq tish bilan birga liniyani yo'qotamiz, tishni yopgan holda. Mashinkada fade переходini qilib bo'lganimizdan keyin asosiy massaga ulab olish uchun taroq va mashinkadan foydalanamiz. Soqolni переходini yakunlab olgandan keyin soqolga to'g'ri kontur berishni ko'ramiz.